Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz, bizlarni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Bugun xudo xolisi Xitoy zavodidan lentali akuladrabilkani ikki xil variantlari bilan ishlatib, mana bu ajriq poya, shox-shabba, kuchiga shubha qilganlar borgan shox-shabbalargacha ishlatib ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha kuzatib turinglar, o'tkazib yormanglar. Xudo xolisa manfaatli video bo'ladi. Bugun bir serialimizni boshladik bo'lmasam, bularni polniy obzorini qilib beramiz, ishlatib ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, narx-navolar bilan, podarkalari bilan aytib beramiz. Xudo xolisa birinchi drabilkamiz keladigan bo'lsak, Xitoy zavodskoy lentali drabilkamiz bo'ladi. Uzunligi keladigan bo'lsak, buni uzunligini ko'rsating. Salkam 150 sm uzunlikda ega. Lentalarning uzunligi mana lentalarni so'raydi ko'pchilik. Bir tomoniga uzunligi 40 sm chiqadi lentaning uzunligi. Bu tomoniga uzunligini ko'radigan bo'lsak, bu tomoniga uzunligi lentalarning 22 sm lik lentalar bilan jihozlangan. O'zida skorslari bor, mana ko'rishingiz mumkin. Mayda, yirik har xil skorslari Xitoy zavodskoy shneklari bilan jihozlangan. Oldi tomoniga pichoqlari bor, mana ko'rishingiz mumkin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 qatorli pichoqlari bilan jihozlangan. Oldi tomonida ichki qismlariga o'tadigan bo'lsak, bu drabilkamizni ichki qismlarini ham sizlarga bir ko'rsatib o'taman. Qo'linglar bo'sh bo'lsa, bitta videoga like bosib qo'ysanglar, bo'sh o'tirgan bo'lsanglar, bizga ko'rsatgunimizcha videoga like bosish, obuna bo'lish tekin. Bitta like bosib qo'ysanglar, hech nima ketmaydi sizlardan. Bitta laykinglar bizlar uchun muhim o'sha. Sizlarga skidka qilib berishimiz mumkin, bizlar rivojlanishimiz orqasidan sizlar uchun bir manfaatli narsalar qilishimiz mumkin. Pichoqlari keladigan bo'lsa, yaltiroq pechatli pichoq bo'ladi. Uzunligiga keladigan bo'lsa, 22 sm lik pechatli uzun pichoqdan bo'ladi. O'zida quyma shneklari bilan jihozlangan bo'ladi bu drabilkamizda. Endi ikkinchi drabilkaga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi drabilkamiz ko'pchilik o'ylaydi, ustida varonkasi bor. Bu dom maydalaydi deb o'ylaydi. Bu dom maydalamaydi, faqat ovashnoy. Ya'ni po'choq mahsulotlarini maydalab berish uchun jihozlangan. Ikkinchi drabilkamiz bunga nisbatan kattaroq hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, motorlari ham 5,5 kilovatlik katta motor bilan jihozlangan bo'ladi. Mana uzunligini ko'rishingiz mumkin. Splashnoy uzunligi 1.55 sm ga kelyapti. Shapkasidan o'lchagandagi holat bu. Mana ustida o'zida varonkalar bor. Lentalarni o'lchab ko'rsatamiz. Lentasining uzunligi ham boyaniki 40 edi, buniki 53 sm chiqadi lentaning uzunligi. Pastki qismlari bilan hisoblaganda bu 1.30 sm lik, tek qismlari bilan lentalar bilan jihozlangan bo'ladi. Eniga o'lchanganda lentasining uzunligi 24 sm, boyanga nisbatan farq qilyapti. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Qo'linglar bo'sh bo'lsa, bittadan like bosib qo'ysanglar, like bosish, obuna bo'lish tekin. Buni ichki qismlari ham o'ta boshqacha bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bitta pichog'ini o'lchab ko'rsatamiz. Pichog'ining razmeri 24 sm uzunlikda kelyapti. O'zida mana pechatlar bilan ko'rsating. Yozuvlari bor, pechatlari bor. Endi buni orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismi pichoqlarning soni kam deyishinglar mumkin, lekin boshqacha ikki qatorli pichoq bilan jihozlangan, ham segment ham otib beruvchi pichoqlar. 1 2 3 4 5 6 qator segment, 1 2 3 4 5 6 7 8 qator otib beruvchi pichoqlar bilan 4 komplekt pichoq bilan jihozlangan. Mana qop-qog'i ham splashni ochilyapti, quyma tortib beradigan shnek bilan jihozlangan bo'ladi. Bu drabilkalarimizni hamma ma'lumotlarni sizlarga berib bo'ldik degan umiddaman. Xudo xolisa endi ishlatib ko'rsatamiz. Yana aytib o'taman, qo'linglar bo'sh bo'ladigan bo'lsa, bitta like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'ysanglar, like bosish, obuna bo'lish tekin. Mana drabilkamizni ishlashidan boshlaymiz birinchi navbatda. Xudo xolisa bismillahirrohmanirrohim. Narigi tomondan kadrni olasiz. Drabilkamizni yana bir xususiyatlaridan biri, mana aytib o'tmoqchiman, oldindan ko'rsatib qo'ying kadrlari bilan. Mana o'zida tortyapti. Mana shunchalik qo'l quruq tanlamaydigan drabilkalarimiz bu. Ko'rishingiz mumkin, qo'l quruq umuman tanlamaydi. Mana bu drabilkamiz mana og'zi qismiga keladigan bo'lsa, mana xolagan regulovkada hozir biz tepaga qilib qo'yganmiz, o'zi shitgacha qarab o'tyapti bu narsa.
tepagacha qarab o'tyapti, ko'rishingiz mumkin. Agar o'zingizlar regulovkalarga qarab pastga yoki yuqoriga qilishingiz mumkin. Endi o'ta ho'l bir yopishqoq bir ajriqlarni mol yemaydigan darajada bir ajriqlarni mana qanaqa holat, yaguar holatiga keltirib tashlagan. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni yegandan keyin mol qo'yinglar o'sha chaynamaydi bu mahsulotda mana. Ko'rishingiz mumkin. Tomog'idan silliq o'tib ketadi, kak sariyog'li jo'jaday o'tib ketadi. Qo'linglar bo'sh bo'ladigan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar, obuna tugmachalarini bosish tekin har doimgidek. Bugungi video obzorimizda shular. Keyingi video obzorlarimizda Xitoy Drabilka 6 pichoqli jodu, mana bunaqa granulatorlarimizni qo'yib boramiz. Texnikalarimiz ko'p, Xitoy texnikalari. Obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Qo'linglar bo'sh bo'ladigan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Like bosish tekin. Shu gapni qayta aytayapman, lekin ko'pchilik ko'rib turib like bosmaydi. Bizni faqat shunchaki kuzatib o'tib ketadi. Endi unaqa inson bo'lmanglar. Nimaga desa, bu dunyoda kimdirga manfaatinglar tegsin. Balkim ertaga qanaqadir sizlarning holatingizda shunday texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha payt yonimizga kelib turib, men like bosgan edim, shunaqa obuna bo'lganman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha payt katta bir chegirmalarni qilib berishimiz mumkin. Bizning qo'limizdan keladi. Bizni rivojlanishimiz asosiy sizlarga bog'liq. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bugungi videomiz shu bilan tugadi. Keyingi videolarimizda hammasini ishlash videolarini kuzatib boramiz. Obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi videolarda hamma texnikalarimiz bilan bir tanishib borasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.